Ozish uchun eng yaxshi ovqatlar. Raniya dietasi. Ko'zgudagi qiz 5-qism final. Hyuju? Nega maktabga kelmading? Men xavotir oldim. Yo'q, adashyapsiz. Men hech emasman. Hey! Ha, Aytmoqchimanki, balki apelsin qiz nomi yaxshidir, xo'sh? Ammo bizga qanaqadir shirinlik nomiga o'xshash chiroyli nom kerak, shunday emasmi? Bu nimasi axir? Hoy, siz kimsiz? Kimsan deb so'rayapman. Salom do'stlar. Bu menman. Nima Hiju? Hiju bu senmisan? Xo'sh, nima endi har doim bizni shunday zo'rlash bilan sudrab yurmoqchimisan? Ha, aytgancha. Axir biz sen bilan solishtirganda unchalik chiroyli emasmiz-ku. Buni aytganimdan juda ham afsusdaman. Men sizlarga bunday demasligim kerak. Buni tushunganingdan juda ham xursandman. Xo'sh, hayron qolgandirsizlar. Men yana o'shanday semiz va xunukman. Ha, shunday. Agar bu seni qandaydir hazillaringdan biri bo'lsa, qo'yini gapirmay qo'y. Yo'q, men jiddiy gapiryapman. Bu qanday bo'lganini aniqroq o'zim ham bilmayman. Ammo men bir muncha vaqt chiroyli bo'lganim uchun o'zimdan ketib qoldim. Iltimos qilaman, menga yordam beringlar. Men avvalgidek xo'rlashlarga chidab tura olmayman axir. Va menga yana axloqsiz munosabatda bo'lishadi. Sen nima haqida gapiryapsan o'zi? Sening tashqi ko'rinishing qanday axloqsiz bo'lishi mumkin? Menga qara, ko'rmayapsanmi? Axir men yana semizman. Hoy, hoziroq bas qil. Nima, seningcha biz seni tashqi ko'rinishingga qarab baho beryapmizmi? Yo'q, hech qachon unday bo'lmagan. Biz har doim seni mehribon va chiroyli deb bilganmiz. Hatto bezorlarga qarshi kurashganingdagi ishonching va jasorating bizga har doim kuch bergan. Biz seni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Avvalgi Hiju juda ham yaxshi qiz edi. U tashqi ko'rinishiga berilib do'stlarini kamsitadigan darajada pastkash emas edi-ku. Men o'zingga kelding deb o'ylagandim. Ammo ko'rdim, xato qilganga o'xshayman. Yur, Sabrina, ketdik. sen Hyujusan, ortingga qara. Ha, salom. Salom. Anchadan beri ko'rishmagan edik. Men juda o'zgarib ketibmanmi? Sen vazningni yo'qotganga o'xshaysan. Kasal bo'ldingmi? O'sha kuni aytganimda afsusdaman. Sen Yono kabi yomon emassan. Men so'nggi paytlarda seni o'zgarishingdan xavotir oldim. Hammasi shu. Ha, mening ko'rinishim juda o'zgardi. Nima haqida gapiryapsan? Nima? Men seni xatti-harakatlaring va shaxsiyating haqida gapirgan edim.
Hey Jonson, senda nimadir o'zgargan, ammo men uni tushunmayapman, xo'sh. Xabarda aytilishicha, bu dorilar insonga yomon ta'sir etar ekan, hattoki inson aqldan olishi ham mumkin. Bu sodir bo'lishi kerak edi. Juda kech qolma, men u qadar sabrli emasman axir. Men aslida hech qanday o'zgarmaganman va hatto chiroyli ham bo'lmagan ekanman. Unda nega insonlar menga yaxshi munosabatda bo'ldi? Men Hyujuni sog'indim. Yo'q, nima Yo'q, uni yaxshi nima? ko'rib qolganmisan? Hyujuning tanasi katta zarba ta'siriga ega. Voy Heju, sen shuncha payt qayerda eding? Biz seni juda sog'indik. Nima, kasal bo'lib qolganmiding? Hammamiz seni juda sog'indik. Voy Heju. Demak, hurmatli Fojio tirik. Sen yana Fojjon oldiga qaytding, shunday emasmi axir? Sen vazn yo'qotganga o'xshaysanmi? Yo'q, hali ham cho'chqaday semizsan. Orqaga. Tushunmadim, nimadir dedingmi? Men seni eshitmayapman. Orqaga dedim. Ha, men semizman, xo'sh, men bundan hech ham uyalmayman. Sizlar qanday qilib insonlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho berasizlar? Hayotda millionlab insonlar tashqi ko'rinishidan qat'iy nazar baxtli yashab kelmoqda. Men ham shunday qilmoqchiman. Va hayotda halol yashaylik. Sizlar esa o'zlaringizga past baho berasizlar, shunday emasmi? Shuning uchun ham o'zlaringizcha standartni yaratib olasizlar va bunga javob bermaydigan insonlarni haqorat qilasizlar. Meni esa tinch qo'yinglar. Men boshqacha deb turmayman. Haqiqatdan ham senga yana dars berishim kerakmi deyman-a? Ey, nimaga qarab turibsizlar? Bunchalik ahmoq bo'lishni bas qilgin, iltimos. U meni shunday qilishga majbur qildi. Men yagona yomon odam emasman. Aziza Studio kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berishda Choliqushi va Ali ishtirok etdi. Bizni kuzatganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat.